Assalomu alaykum. Bugun futbolning bugungi videosi Husanov tinimsiz bezovta qilinayotgan va u terma jamoa bilan turgan mehmonxonaga tinimsiz muxlislar oqimi borib, Husanovni chalg'itayotgani haqida bo'ladi. Futbol muxlislar uchun o'ynaladi va futbolchilar ham doim muxlisni xursand qilish istagida bo'ladi. Ammo muxlislik ham me'yor asosida bo'lgani yaxshi. Abduqodir Husanov Real Madrid futbolkasiga dastxat qo'yishni istamadi va uning bu ishi Manchester Cityga tegishli bo'lgan sahifalarda e'tirof etildi. Oxirgi paytlarda Abduqodir Husanov bilan bog'liq videolar ijtimoiy tarmoqlarda tinimsiz aylanmoqda. Muxlislar O'zbekiston terma jamoasi turgan mehmonxonagacha borib, Husanov bilan rasm tushayotganini, undan dastxat olayotganini ko'rish mumkin. Ammo bu borada me'yor allaqachon buzilib bo'ldi. Husanovning tinimsiz muxlislar, blogerlar qurshovida bo'lishi va uning asabiylashishi, rejimi buzilishi Manchester City rahbariyatiga ham, klub muxlislariga ham ma'qul emasligini bilib turibmiz. Lekin shunday bo'lsa ham nega yana uni bezovta qilyapmiz? Bu holatlarning barchasi futbolchimizning ruhiyatiga ta'sir qilmaydi deb kim kafolat beradi? To'g'ri, Husanov yosh bo'lsa-da professional futbolchi, bunday holatlarga ortiqcha chalg'imasligi mumkin. Uni bevosita ortiqcha bezovta qilishni bas qilsak, nur ustiga a'lo nur bo'lardi. Abduqodir tezroq qochib qutulmasa, uni mening qaynonam general ko'rsatuviga hakam qilib tayinlashdan ham tonmaydigan xalqmiz biz. Bitta aqlli odam chiqib kecha soat 12 gacha futbolda bo'lgan odamga Navro'z bayramidan nima bor demaydi. Ishing yurishib ketdimi? Said Ahmadning sobiq hikoyasida bo'lgani kabi har qaysi tadbirda qatnashishing kerak deb yozdi Telegramdagi Samuel Karlenovich kanali. Husanov bilan bog'liq yana bir video hozirda tarmoqlarda tinimsiz aylanmoqda. Futbolchi o'z muxlisiga Madridning Real klubi futbolchisiga dastxat qo'ya olmasligini aytdi va bu holat Cityga tegishli va yaqin sahifalarda muhokama qilinib, aksariyat ishqibozlar tomonidan, ya'ni City muxlislari tomonidan holat e'tirof etildi. Tabiiyki bu holat Real klubi muxlis mutasaddilariga yoqmagani aniq. Balki bu voqea kelgusida Husanovning Realga o'tish imkoniyatlarini biroz kamaytirar. Xullas barchasini vaqt ko'rsatadi. O'zbekiston terma jamoasi 23-mart kuni Eronga jo'nab ketadi. Jamoamizning Eronga qarshi o'yini 25-mart kuni Toshkent vaqti bilan 21:00 da start oladi. Uchrashuvni ummonlik Ahmad Al-Kaf boshchiligidagi hakamlar guruhi boshqarib boradi. E'tiborlisi, u boshqargan o'yinlarda O'zbekiston terma jamoalari mag'lubiyatga uchramagan. Bo'lajak bahsda jamoamizga omad tilaymiz. Qaynoq futbol videolari uchun esa kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.